4-kun ham a'lo darajada yakunlandi. Mana navbat finalga ham yetib keldi. Kim g'olib bo'ldi ekan deya qiziqayotganlar uchun juda ham oz fursat qoldi. Dastur oxirida g'olibamizni aniqlaymiz va albatta taqdirlaymiz. Undan oldin esa Dilnozaxon bilan bugungi jarayonlar uchun ishga kirishamiz. Xo'sh, Dilnozaxon, tayyor bo'lsangiz, bozorlikni boshlang. Hali sizni ancha ishlar kutmoqda. Ismim Dilnoza, yoshim 35 ta. 5 ta farzandni onasiman. Hozirgi kunda uy bekasiman. Oliy ma'lumotliman. Toshkent kimyo texnologiya institutini menejment fakultetini tugatganman. O'zim xususiy o'quv markazida boshqaruvchi lavozimida ishlaganman. Hozirgi kunda bolajonlarim tarbiyasi bilan bandman. Qiziqishlarim juda ham ko'p. Chunki men 5 ta farzandning onasi bo'lganim uchun men universalni bo'lishim kerak deb o'ylayman. Sababi 5 ta bolamni dunyoqarashi 5 xil, qiziqishlari 5 xil. O'shaning uchun ularning qiziqishlariga qarab o'zimni ongimni, o'zimni qiziqishlarimni o'stirishga harakat qilaman. Farzandchilik borasida o'zimni sinab ko'rdim. Chunki bu ko'rsatuv rostdan ham menga yoqadi. Televizordan ko'rib, shu ko'rsatuvga chiqsam qanaqa bo'lar ekan, nima bo'lar ekan, mana bir chiqib o'zimni sinab ko'rsam deb sizlarga anketa jo'natgan edim. Va bugun o'zimni shu ko'rsatuvda ko'rib turganimdan xursandman. Assalomu alaykum. Bugun bizanikiga mehmonda bo'lasizlar. Xudo xolasa, esda qolarli taomlarim bilan mehmon qilaman degan umiddaman. Endi esa bozorlikni boshlaymiz. Qani ketdik. Nima qilib keting? Burilib ketaymi? Kartoshka, piyoz, sabzi kerak emas. Menga naryo tomon kerak. Mash zelin olsam maylimi? Assalomu alaykum. Paketam ochila qolmaydi. Mash svejistdan oling, ha? Nam, kinzizdan ham ochib bering. Rahmat. Rozmarin shtuchna olinadimi? Yoki anaqa mash turishmi? Bizaga salat bargi kerak. Qizilidan yo'q, salat bargi. Rukla nima dedingiz buni? Shtuchna ekan? Tak, bizaga cheri pomidor kerak bo'ladi. Qizil piyoz kerak bo'ladi bizga. Shoshganda o'zi mana shunaqa bo'ladi. Menga ladno, ikkitagina olamiz. Qizil karam, qizil sabzi, qizil piyoz, soya mayonez. Tak, mana kerakli narsalarimiz bor. Bizga nima ishlatadigan qo'ziqorin yo'q? Nimaga? Tak, bu yerdan menga mayonez kerak. Anaqa olishim kerak. Go'sht olishimiz kerak. Eng samый главный bizga. Qarab o'rasizlarmi? Assalomu alaykum. Tez pishadigan lahmjoy qaysi tarafi? Bering, o'shani qo'ying, qancha chiqadi. Keyin qiyma ham berib yuboring. Tak, mana bundan 300 gram, ana yog'ligidan 300 gram berasiz, xo'p? Rahmat. Tovuq filesi naryoda. Tak, endi file olamiz. Hozir tovuq filesidan. Tak, menga yarim kilo berasiz. Rahmat. Tak, endi bizga 1 kilo un olishimiz kerak.
Tak, mayonez olishimiz kerak. Mayonez qaysilarda ekan? Ma'muriyatga kiramizmi? Qaymoq olishimiz kerak endi shirinligimiz uchun. Mana ko'pincha Samarqanddan olishadi. Bera qoling shuni. Yuksalab Rahmat. Endi bizaga qaymoq kerak bo'ladi. Bitta smetana olamiz kichkinasidan. Mana bozorliklarni tugatib oldik. Endi uyga borib, finalga tayyorgarlikni boshlaymiz. Magazinga kirsam kamida yarim soat, 1 soat chiqmayman. 15 daqiqa bu men hayotimda rekord darajada bo'ldi bugun. 400 mingga keladigan bo'lsa, ham 400 mingga ham mehmon kutsa bo'lar ekan. Men televizor orqali ko'rib turib hayron qolardim 400 mingga. Chunki kimdir mehmon kutsangiz, o't, ido xarajat qilasiz-ku, iloji bor ekan. Bozorlik menga yoqdi, maza qildim. Yana bir bor hammaga assalomu alaykum. Bizani endi tomosha qilayotgan muxlislarga ko'rib turganingizdek biz oshxonadamiz, ishimizni boshlaymiz. Birinchi bo'lib issiq yeguligimizni xamirini tayyorlab olamiz. Bizga buning uchun, menimcha hamma uy bekalarimiz buni juda yaxshi biladi. Birinchi bo'lib pisyochniy xamirini tayyorlab olamiz. Buning uchun bizga margarin, qaymoq, tuxum, un kerak bo'ladi. Bizni tomosha qilayotgan aziz qizlarimiz. Bizni tomosha qilayotgan aziz qizlarimiz, qo'lingizda nimaga perchatka yo'q deyishinglar mumkin. Qo'limni yaxshilab yuvib olganman. Tak, margarinning ustiga tuxum, 100 gramm smetana solamiz. Endi yumshoq qilib xamir qilamiz. Xamirimiz tayyor. Buni tindirish uchun xolodilnikka qo'yib qo'yamiz. Endi asosiy ovqatimizning go'shtini marinovat qilib qo'yamiz. Tog' go'shtlarini to'rtburchak shashlikdek bo'lamiz. Endi to'g'rab olgan tovuqlarimizni ustiga ziravorlarni solib aralashtiramiz. Paprika solamiz. Oy, chipoq. Ujazimiz. Va 100 gramm smetana yoki qaymoq solamiz. Sarımsoq piyozimizni ham qirashdan chiqaramiz. Ustini stretchlab yarim soatga xolodilnikka olib qo'yamiz. Asosiy taomimizni tovuq go'shtini marinovka qilib bo'ldik. Endi navbat mol go'shtiga.
To'g'rab olgan mol go'shtlarimizni xuddi shu shaklda yumshatib olamiz. Asosiy taomimizni mol go'shtini marinovka qilib qo'yamiz. Bizga kerak tuz dedim. Hamma o'zining tabiga ko'ra xohlagan ziravorlardan foydalanishi mumkin. Go'sht asosan ziravorlar mazali qiladi. Asosiy taomni qiymasini ham tayyorlab olamiz. Buning uchun bitta piyozni mayda qilib to'g'raymiz. Piyozimizni to'g'rab bo'ldi. Endi ziravorlar bilan go'shtni qiymasini yaxshilab aralashtirib olamiz. Asosiy taom tayyorlashni davom etamiz. Bulg'or qalampirlarini to'rtburchak shaklida to'g'rab olamiz. Marinovka qilib olingan go'shtlarni birinchidan sixga joylaymiz. Go'shtni ham do'damday qilib to'g'rayman, asal qilib. Isqlab oldik. Endi navbat go'shtga. Tayyorlab olgan masalliqlarimizni qizib turgan yog'da qovurib olamiz. Qani ketdik. Rozmarin bilan chesnok tashlab olamiz. Iltimos, qo'rqitmagin. Asosiy taomni qovurib oldik. Endi uni chiroyli qilib listga terib, gaz pechiga 1 soat mobaynida pishirib olamiz. Ustiga rozmarin qo'y. Faqat go'sht ustiga rozmarin qo'yib, suv sepib qo'yib yuboramiz. Ustidan sayoq qilamiz. Go'shtimiz mayin bo'lib pishishi uchun mayli sariyog'lardan foydalanamiz. Folgaga o'rab oldik. Endi gaz pechiga pishirib olamiz. Asosiy taomimizni qo'yib oldik gaz pechiga. Endi issiq yegulikka o'tamiz. Xamirimiz ancha tindi. Endi buni 2 bo'lakka bo'lib olib, yoyib olamiz. Xamirimizni yoyib oldik. Endi buni lenta shaklida kesib olamiz.
Dungan qalampirlarini ichlarini yaxshilab tozalab, yuvib olib, oldindan tayyorlab qo'ygan qiymamizni joylashtiramiz va xamirga chiroyli qilib o'rab olamiz. Hamma somsalarimizni mana shu ko'rinishda to'kib olamiz. Mana somsalarimizni tayyor holatga keltirib oldik. Tuxum sarig'ini surib, sedanalarimizni chiroyli qilib bezatib oldik. Endi gaz pechiga toq qizarguncha pishirib olamiz. Ana endi navbat salatga. Oldindan qaynatib qo'yilgan mol va tovuq go'shtini o'z xohishimizga qarab chiroyli to'g'rab olamiz. Yaxshilab yuvib, quritilgan salat barglarini iloji boricha pichoq bilan emas, qo'l bilan maydalashga harakat qilamiz. Mana salatimiz ham tayyor. Endi faqatgina mayonez solib aralashtirsak bo'ldi. Mehmonlarim kelgandan keyin mayonez solib aralashtirib olaman. Oshxonamizdagi so'nggi ishimiz trifle shirinligini tayyorlash bilan tugatamiz. Tuxumlarni chaqib olamiz. Oqim sarig'idan ajratmasdan. Va hamma masallig'imizni ketma-ketlikda solamiz. Shakar, kraxmal, hamma biladigan o'sha Avalex, suv va o'simlik yog'i. Ana endi hammasini bitta masala hosil bo'lguncha ko'pirtirib olamiz. Listimizga tayyor bo'lgan biskvit xamirini solib, tekislab olib pishirishga qo'yamiz.
biskvitimizni listga solib bo'ldik. Endi 180 gradusda 20-25 minut davomida pishirib olamiz. Biz oshxonadagi ishlarni yakunladik. Ana endi mehmonlarimizni kutamiz. Bugungi menyuni o'zimga yoqadigan taomlardan tayyorladim. O'yladimki, qizlarga ham shu menyu yoqadi deb, tanlovda adashmadim degan umiddaman. Bugun bizda final. Assalomu alaykum, sevimli telekanalining qadri baland muxlislari. Olov pazanda reality shousining 101-mavsumi va biz bugun 5-ishtirokchi Dilnozaxonning xonadonlarida mehmondamiz. Qizlar, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yaxshi keldinglarmi? Kayfiyatinglar? A'lomi? Hayajon? Bugun bosildi уже. Bugun bosildi. Nega endi? Tugashiga. Ovqat yeb bo'lsa yana qaynaydi. Balkim. Xo'p, azizlar, shu o'rinda shuni aytib o'tishim kerak. Hojixon farzandlari kasal bo'lib qolganligi tufayli kela olmadilar, uzrlarini so'rab qo'ydilar va biz ko'rsatuvni qoldira olmaymiz. Shuning uchun bugungi ko'rsatuvimiz Hojixonsiz davom ettiramiz. Xo'p, kim yutdi? Hamma o'zi yutdi. Xo'p, Dildora kim yutdi? O'zim. Aziza? Yulduz. O'zim. Yulduz. Yashaydi. Hammanglarga omad tilayman va biz ko'rsatuvni boshladik. Keling Dilnoz opa. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Xushvaqt bo'ling. O'zim o'rgili sizdan. Keling, yeb qo'ymayman, yaqinroq yonimda turing. Biraz o'zimiz salom qilib olaman. Yashang. Tuzumsiz? Rahmat. Charchamadingizmi? Qochib ketmang yonimdan. Yoshindod turing. Ana chiroyli go'zalligingizni uzoqdan maza qilib tomosha qilib qo'ydim. O'zi o'rganib qoldim sizlarga. Vaqtni cho'zmaymiz, chunki oldinda bizda final bor. Taomlarni necha soatda tayyorladik? 2 soatda. 2 soatda. Bozorlik necha daqiqa, necha pul sarfladik 12 daqiqa. va necha pul sarfladik? To'g'risini ortiqroq. Tushunarli. Xo'p, choyni men o'zim qizlarga yuklayman, siz borib salatingizni olib keling. Rahmat. Boravering opa. Keling go'zal. Xush kelibsizlar. Vaqt bo'ling, chaqqon bo'lsangizdek. Salatimiz tayyor, sizlarni uzoq kuttirmay. Yashang, chunki final oldinda. Albatta. Qizlar olinglar. Bitta salatimizni qoldiravering, chunki Hojixon ba'zi bir sabablarga ko'ra kela olmadilar. Salat ko'rinishi yaxshi, balkim yana yermiz dabavkasiga. Osh bo'lsin. Xo'p, qizlar, yoqimli ishtaqa, non sindirib bemalol yeyishinglar mumkin. Sizga bo'lsa munosib ikkinchi taom uchun ruxsat opa. Rahmat. Sog' bo'ling. Xo'p, Dildoraxon sizdan boshlayman. Salatlari yaxshi, kamchiliklari yo'q, tuzlari joyida. Menga yoqdi. Oling, go'zalim, yoqimli ishtaqa. Azizaxon? Salat menga yoqdi. Ta'mlari hammasi joyida, menga yoqdi. Oling, go'zalim. Yulduz? Huzur? Bormi kamchilik? Yo'q, men topmadim. Ortiqcha savol bermayman, chunki oldinda final bor, yoqimli ishtaha. Azizlar, men esa navbatni ikkinchi taomga beraman. Hojixon kelmaganlar uchun yana o'sha mas'uliyatli vazifa menga yuklatildi. Salat ajoyib. Menga yoqdi, hech qanaqa kamchilik yo'q edi. Salatlari zo'r chiqqan, masalliqlar bir-biriga zo'r uyg'unlashgan. Salat yoqdi, hech qanaqa kamchiliklari yo'q. Salat yoqdi. Salatlari juda ham yaxshi chiqqan. Har bir masalliqlari bir-biri bilan opa-singil aka-uka bo'lib ketgan. Menga juda ham yoqdi. Mazalari, tuzlari, hamma narsasi yaxshi. Keling Dilnoz opa. Xush kelibsizlar. Xushvaqt bo'ling. Yashab o'tiribsizlarmi? Kuttirib qo'ymadimmi? Yo'q, kuttirmadingiz. Oh, azizlar, o'sha mashhur dungan somsasi, aziz qizlar, Olopazardan ko'rgan bo'lsanglar, bu somsa haqida menda juda ham bir qiziqarli taassurotlar bo'lgan, aytib beraman. Xo'p, siz bemalol uchinchi taomga tayyorgarlik boshlang. Rahmat. Yoqimli ishtaha, qizlarjonlar osh bo'lsin. Olinglar yoqimli ishtaha. Uzr qizlarjonlar, suvsi esimdan chiqdi. Hammasi joyida, qizlar shuni o'rtaga. Bo'ldi. Yashang. Osh bo'lsin. Yoqimli ishtaha olinglar. Qizlar, bu eshitganmidinglar, bu somsa meni yiqitgan. Juda ham bir mashhur. Shumidi? Endi issiq edi, yozi chillasi 40 edi, suv choy,
Bu yoqda kirib keldi bu somsa. Men eng yaxshi ko'rgan somsalarimdan biri. Garmdorni juda ham yaxshi ko'raman. Shuni yeb oldim. Mazza qilib. Shu mazam qochirdi. Shuning uchun men tavsiya qilardim bu somsani qishda qilishni. Voy, nafsim mening balodir, ne kuylarga salodir deydi-ku azizlar. Xo'p qizlar, Oryelda balkim garmdorni yoqtirmaydigan bo'lishi mumkin, achchiq yaxshi ko'rmaydiganlar, shuning uchun qiynamasdan so'raveraman. Dildoraxon qalay bo'pti? Yo'q, yaxshi chiqqan. Bormi kamchilik Yo'q, o'zalo? kamchiliklari yo'q, ko'rinishlari ham, mazalari ham, hamma narsasi yaxshi. Xo'p, oling sal. Birinchi marta yeyishim ajoyib chiqqan. Xamirlari bo'sh, qo'llar dard ko'rmasin. Oling go'zal. Yulduz, Yoqdi. kamchilik? Sal xamiri bo'kib qolgandek meni nazarimda deb o'ylayapman. Xo'p, oldin yeb ko'rgansiz bu somsani? Tayyorlab ko'rgansiz? Yo'q, tayyorlamaganman, lekin yeb ko'rganman. Qanaqa bo'lardi? Men juda ko'p yeganman olib pazandada. Qanaqa bo'lishi kerak edi xamiri? Xamiri Yo'q, xamiri shunaqa bo'ladi. Mhm. Xuddi shunaqa. Xo'p. Ili menga shunaqasi tushib qolganmi, yeolmadim. Bitta ko'ring go'zalim. Pishmay qolganmi xamiri? Pishganmi xamiri? Yo'q, tepasi pishgan, o'ralgan joyi bor, bir-biriga tegan joyi. Menimcha, shu joy shunaqa bo'lishi kerak. Yo'q, xamiri pishgan go'zalim. Xamir pishgan. Ili Chunki balki menga shunaqa tuyulgandir unda. tuyulgan, xamiri pishgan. Chunki nega demoqchiman, bu somsani mendan yaxshi biladigan odam bo'lmasa kerak, juda ham yaxshi. Ko'p yemaganman, 2 marta yeganman o'zim. Men qo'rqmasdan ayta olaman, bir 100 marta yegan bo'lsam kerak, juda ham yaxshi ko'raman. Bizning uyda ayniqsa bir ozib yoz syomkadan bo'sh vaqtlarim bo'lsa, darrov o'zim qila olmasam ham, yaxshi ham kelin bor, kelinga aytaman, tayyorlab yuboring deyman, bir pasda tayyorlab olib keladi. Ya'ni mazasi zo'r. Yo'q, mazalari zo'r, tuzlari zo'r, joy-joyida hammasi. Bo'ldi, qizlar, olinglar unda yoqimli ishtaha. Biz esa navbatni sezib turganingizdek 3-taomga beramiz. 2-taom somsa, aytganimdek, o'zim eng yaxshi ko'rgan somsalarimdan biri. Hech qanaqa kamchilik topa olmadim. Ya'ni achchig'i ham me'yoriy, unaqa achchig'ini ham tanlab olmaganlar. Zo'r, menga yoqdi. Somsaga gap so'z bo'lishi mumkin emas. Men xamiri ozgina pishmagan deb o'yladim, lekin pishgan ekan. Kamchilik yo'q. Dunganskiy somsasini birinchi marta yedim. Ta'mi, xamiri yaxshi pishgan, kamchiliklari yo'q. Issiq taomlariga keladigan bo'lsak, dungan somsalari men birinchi marta yeyishim, men o'ylardim buni achchiq bo'lsa kerak. Qanaqa beda odamlar buni. Yo'q, lekin naborot yaxshi zo'r bo'lar ekan, menga вообще yoqdi. Keling Dilnoza. Xush kelibsizlar. Xushvaqt bo'ling, rahmat. Voy bu. Faqatchi oldindan aytib qo'ying. Ha, yeting, nima bo'ldi? Shu desangiz, Svet manja baxtli omadli ekanman dey Maryam. Chiroq o'chib qolsa deng. Xo'p. Qo'shimiz ozgina qolib ketdi. Qattim bo'lsa ham bundoq ko'zinglarni yumib ketasizlar qizlar. Hammaga Svet aybdor. Ha. Bo'ldi, tushundim. Hech qachon odam o'zini aybdor hisoblamaydi. Men bugun siz tarafman. Qizlar, olinglar. Tugaganda yondi. Rosa siqildik lekin. Siqilmang. Hamma narsa bo'lishi mumkin. Men go'sht uchun kurashaman, siqilmang. Xo'p, taomimizning nomi Tak, bu мясной ассорти edi. Yonida yana bir nimalar bo'lishi kerak edi. Afsuski, vaqtimiz mana bunaqa sharoit bo'lgani uchun ulgura olmadim. Xo'p, O'shaning uchun endi мясной ассорти deb qabul qilasiz. bo'ldi, tushundim. Tushundim. Siqilmang. Sog' bo'ling. Boravering shirinlikka, yashang. Xo'p, qizlar eshitdinglar. Qolgan insofiylarga bog'liq. Svet o'chib qolganligi sababli shunaqa holat bo'pti. Hammaning uyida bo'lishi mumkin. Inobatga olib, vijdoninglarga quloq solgan holda baho berilsa degan umiddaman. Yoqimli ishtaha olinglar. Rostdan ham balkim qattiq emasdir. Yulduzxon qalay bo'pti? Yaxshi. Qattiq dedilar, lekin qattiq emas. Yoqdimi sizga? Yoqdi. Oling, go'zalim, yoqimli ishtaha. Rahmat. Menga ham yoqdi. Kamchiliklari yo'q. Qattiq bo'lib qolganmi? Ozgina anaqasi bor, lekin ichi bo'sh. Ichi bo'sh. Olinglar, yoqimli ishtaha. Dildoraxon, Hamma narsalari yaxshi, qattiq deganlar, naborot yumshoq-ku. qotib qolmaganmi? Yo'q, yaxshi bo'lgan. Ozgina endi kimga qanaqa, menga ozgina tuzi pastlik qildi, lekin hamma narsasi yumshoq pishgan. Tushundim. Xohlasangiz tuz olib keltiray. Yo'q, yaxshi, bu balga ta'sir qilmaydi. Endi ishtahangiz ochilgan bo'lsa, sep bering, go'zalim. Endi ma'noda aytdim. Olinglar qizlar, yoqimli ishtaha. Vaqt cho'zmayman. Shirinlikka navbat.
Xo'p, 3-taom olib kirganlarni ogohlantirdilar. Elektr ketib qolgan hisobga oladigan bo'lsak va ta'mini hisobga oladigan bo'lsam va alohida o'zlari yana bitta salat tayyorlaganlarni hisobga olsak, juda ham yoqdi. Asosiy taomga keladigan bo'lsak, men o'ta yengillik ko'rdim. Go'sht ichiga o'ralgan sir. Men albatta uni tayyorlab ko'rishga harakat qilaman. Menga yoqdi. Asosiy taomi ham zo'r chiqqan. Yonida salatlari bilan tortilishi noodatiy. Menga yoqdi. Kamchiliklari yo'q. Uchinchi asosiy taomlariga keladigan bo'lsak, asosiy taomlari asorti go'sht edilar. Pishmay qoldi, yo'q, unaqa narsalar bo'lmadi. Hamma narsalari yaxshi pishgan, tuzlari hamma narsasi yaxshi. Ular ham вообще zo'r. Keling. Voy xudoyim, bu allambaloy qizlar buni yemasa tomosha qilib o'tirar ekansizlar. Saboy qilmasdan hammasini yeb ketsin deb shunaqa qilganlar. Menimcha shunaqa deganlar shekilli. Endi Bugun yotib qolasizlar. Voydod. Aniq. Voydod. Xo'p, endi balkim so'rashim nojoizdir, lekin menga qiziq, chunki men oldin bunaqa shirinlik yemaganman. Munosib, bu chetidan oqib turishi o'zi shunaqami yo? Mehr muhabbatingiz jo'shib ketib, shokolad ko'proq yesin qizlar deb qo'yshdingizmi? Shu nimadir yengillik qilgimiz keldi-da, o'shancha shunaqa anaqa ideya qildik. Maryam. Hech ham ko'rmagan edim, to'g'risi. Ajoyib bo'lar ekan, ha. Bir xillikdan odam zerikadi-yu, nimadir qilgimiz keldi-da qiz. Yo'q, yashang. Shunchaki azizlar, men o'zim uchun so'rab oldim, chunki hozir qizlar fikr bildirganda bu nimasi oqizib olib kiribdilar deyishligi mumkin. Shuncha oldindan sekin bilib oldim. Sizlar o'zingiz uchun bilib qo'yishinglarni xohlardim. Xo'p, rahmat kattakon. Siz bilan 5 daqiqadan keyin finalda ko'rishamiz. Boravering. Osh bo'lsin, Rahmat. Xo'p, qizlar yoqimli ishtaha olinglar. Azizlar, shirinlik ajoyib. Tayyorlab ko'rishlarga maslahat bergan bo'lardim. Qizlarning ishtahasini bo'g'mayman. O'z fikrligini kameraga yolg'iz qolganda aytishadi. Shirinlik gap bo'lishi mumkin emas. Ta'mi juda ham ajoyib ekan. Oldin hech ham yeb ko'rmagan edim. Bunaqa tarzda olib kirilganini va ta'mi ham men uchun yengillik bo'ldi. Shirinligiga hali ham betdan tez chiqib yana davomini yeyish xohlamayman. Shirinligiga gap so'z bo'lishi mumkin emas, zo'r chiqqan. Shirinligi ham noodatiy shirinlik, malinalarga to'la, juda ham zo'r, kamchiliklari yo'q. Shirinliklariga yo'q gap bo'lishi mumkin emas. Hamma narsasi joyida, mevalari, kremlari me'daga tegmaydigan yaxshi bo'lgan. Bugun tayyorlagan taomlarni hech qaysini yeb ko'rmadim. O'ylaymanki, hammasi qizlarga manzur keldi deb. Sizlar bilan esa sezib turganingizdek 5 daqiqadan so'ngra finalda ko'rishguncha hamma taomlari yoqdi. Ichidan negativ topib, agar yomon fikr bildiradigan bo'lsam, noinsofsizlikka kirib qoladi. Shuning uchun yoqdi. Va men bugun Dilnozaxonga 10 ballik baholash sistemasidan albatta 10 qo'yaman. 10 ballik sistemada men ularga 10 qo'yaman. Mehmondorchilik uchun Dilnoza opaga alohida rahmat. 10 ballik sistemada men ularga 10 qo'yaman. Bugungi mehmondorchilik uchun ularga kattakon rahmat. 10 ballik sistemada men Dilnoza opamga 10 beraman. Bugungi mehmondorchilik uchun ularga kattakon rahmat. Ular dard ko'rmasin. O'zimga shirinligim ko'nglimdagidek chiqmadi. Boshqacha narsa xohlagan edim. Asosiy taomim men xohlagandek chiqmadi. Lekin shunga qaramasdan men o'zimga 10 baho qo'ygan bo'lardim. Azizlar, biz finalga yetib keldik. To'g'risini aytadigan bo'lsam, har doimgidek ishtirokchilardan oldin o'zimda hayajon, sababi 5 kun davomida aynan bu hafta ham juda ham qiziqarli va mazali taomlarga boy hafta bo'ldi. Qizlar, kim g'olib bo'lsa ham, bugun ko'rsatuvimizda ozgina o'zgartirish kiritamiz. Endi o'zgartirish emas, shunaqa bo'lib qoldi desam bo'ladi, chunki bizda bugun ikkita qizimizni bahosi bir xil. Xo'p, yutqizgan ishtirokchilar, kayfiyatni tushirmaymiz. Men sizlarni yana olov pazanda kutaman. Kelishdiga? Biz maza qilib o'rtoq bo'lib qoldik. Biz o'rtoq bo'lib qoldik, maza qildik. Menimcha yutmadi anaqa emas. Nega taomlaringiz mazali edi, bugun yutqizsangiz xafa bo'lmaysizmi? Yo'q. Juda ham yaxshi. To'g'risini aytadigan bo'lsam, bu ko'rsatuvni boshlovchi bo'lganligim uchun shu savol shirinlik yeb bo'lgandan keyin o'zimni ham o'ylantirishni boshladi. Chunki hafta davomida haqiqatdan ham mazali taomlar bo'ldi. Menimcha
hammasini taom mazali edi-da. Yulduzniki ham mazali edi, Dildoraniki ham mazali edi. Masalan, bugun Dilnozapaniki ham, Azizaniki ham, Hojixonniki ham hammasiniki bir-biridan mazali bo'ldi. Shuning uchun menimcha boshlovchi sifatida men bugun mashq yutishsa kerak deb aytishim, birinchidan bu noto'g'ri. Hammasini taom menga yoqqanligi uchun shu savolga javob bermaslikni ma'qul topdim. Shu paytgacha o'zim deb o'ylayotgandim, endi bilmayman. Dilnoz opa. Bilmasam judayam aytish qiyin. Men yulduz deb kelayotgandim, lekin bugun Dilnoza opani ham ovqatlari bir-biridan shirin, tortishlari ham zo'r. Endi nasib deb o'ylayman, kimga nasib qilsa. Bugungi mavsumda menimcha hamma qizlar yutuqqa loyiq. Azizlar, shuni ushlab turasiz, Yulduzxon. Azizlar, menda ikkita ishtirokchini ismi yozilgan 10 ta qog'oz bor. Hozir shuni aralashtirdim va bugun omad kimga kulib boqar ekan. Demak, bugun omad kimga kulib boqar ekan. Hozir 3 ta qog'oz tanlayman. Kimning ismi ikkita chiqsa, bugun 101-mavsum g'olibi o'sha ishtirokchi bo'ladi. Xo'p, salimdora ochamiz, qolganlar ham ko'rishsin. Bugun baholari teng bo'lib qolgan qizlarimiz Dilnoz opa va Dildoraxon. Taomlaringiz haqiqatan ham ajoyib edi. Nafaqat sizlarning taomingiz, Yulduz sizni ham taomingiz ajoyib edi. Aziza, sizniki ham. Men sizga alohida minnatdorchilik bildirmoqchiman, chunki yutqizgan taqdiringizda ham Qoraqalpoqning taomlarini biz uchun zo'r retseptlarini berdingiz. Shuning uchun alohida minnatdorchiligimni bildiraman. Hojixon kela olmadilar, azizlar, ba'zi bir sabablarga ko'ra farzandlari kasal bo'lib qolibdi, lekin ularning ham taomlari ajoyib edi. Xullas kalom, bu hafta men semirdim. Demak, boshladik. 3 ta qog'oz olaman. Qaysi ishtirokchining ismi ikkita chiqsa, o'sha ishtirokchi bugun g'olib. Yulduz, Labli. bu yoqqa qarang. Qizuvdi. Yo'q, bu yoqqa qarang. Birinchi qog'ozim. Dilnoza. Qizlar ko'rdinglar mana? Ko'rdik. Biz sizga ishonamiz. Endi omad. Xudo, biz ham o'qiylik. Xo'p, azizlar, bugungi vaucherimizni g'olibi haqiqatdan ham taomlar ajoyib edi va bugungi qilgan mehnatlariga arziydi. Dilnoz opa, siz bo'ldingiz. Tabriklayman. Yaxshi kunlaringizga ishlatdik, go'zalim. Mana, o'sha vaucherni kayfiyat ko'taramiz, yig'lamaymiz. Yig'lamang. Xo'p, yig'lamaymiz. Dilnozaxon, mana ikkinchi qog'ozni ham ko'rsatay, Dilnozaxon. To'g'risini aytadigan bo'lsam, Dildora, hech ham kayfiyatingizni tushirmang. Hech ham Yulduzxon, Aziza. Men erimdan bitta sovg'a olishim kerak, yutmaguncha qo'ymayman. Yashang. Yulduzxon, men juda ham xursand bo'ldim. Hech ham kayfiyatinglarni tushirmanglar. Menimcha buni hali ijtimoiy tarmoqlarda sizlarni efirlaringlar ketsa, ko'rasizlar va xalq ham o'z fikrini bildiradi. Chunki taomlaringlar haqiqatan bir-biridan chiroyli, bezatilishi, mazasi ajoyib edi. Men o'zim to'g'risini aytadigan bo'lsam, menimcha shu Dildora yutdi-yo degan edim. Ochig'ini, men edim, yutgan bo'lsalar kerak deb edim, lekin omad bugun Dilnozxonga kulib boqdi. Shuning uchun kayfiyatni tushirmaymiz. Men sizlarni Aziza, Dildora, Yulduz kutaman. Yana olov pazandada. Xo'pmi? Chunki kayfiyat tushirmaymiz. Sizlarga ham Sevimli telekanali va olov pazand tarafidan ajoyib sovg'alar bor, qurib ketmaysizlar. Ana o'zim ovolardim, mayli, uni berib qo'yamiz. Xo'p, azizlar, biz bugungi ko'rsatuvni ham ahillik va inoqlikda o'z nihoyasiga yetkazdik. Biz birinchi mavsum ajoyib, yaxshi kayfiyatda mazali taomlar bilan yakunladik. Sizlar bilan keyingi hafta 102-mavsumda ko'rishguncha deb qolamiz. Oilangizga tinchlik va xotirjamlik va har doimgidek kasal bo'lmanglar. Hozircha esa xayr, salomat bo'linglar. Sog' bo'linglar. Rahmat. Hammalar rozi bo'linglar, mehnatingiz bolalar, ayniqsa sizlar rozi bo'linglar. Oilani tabriklaylar, yutdilar. Bugungi kun men uchun unutilmas kun bo'ldi. Bir umrli esda qolarli kun bo'ldi. Sevimli kanali ijodkorlari bilan maza qilib ishladim. Rostdan ham kollektivlarga gapsiz bo'lishi mumkin emas. Pozitiv jamoa. Men buni nimadir maqsad etmayapman. Hammalarni yaxshi ko'rdim. Ukam sifatida, singlim sifatida.
sizlarga bo'lgan mehrim cheksiz. Shunchaki gap emas, rostakasim sizlarni yaxshi ko'rdim. Shundan foydalanib, meni qo'llab-quvvatlagan ota-onamga, kelinim Munisaxonga, singlim Dilafruzga, men bolalarim qarab turishdi, axir ular 5 ta. O'z minnatdorchiligimni bildiraman. 30 minutlik ko'rsatuv orqasida rosa katta mashaqqatli mehnat yotar ekan. Buni bugun tushunib yetdim. Televizor qarshisida o'tirib, ko'rib, negativ fikr bildirish oson ekan. Real hayotda juda ham mas'uliyati katta ekan.